Mahmud Kashgari yilidagi Opal maqbara ziyorati. 2008 yilning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fan Ma'arif organi tarafidan Dunyo Mahmud Kashgari yili qilib e'lon qilinganligi munosabati bilan Beijing Markaziy Millatlar Universiteti Uyg'ur til adabiyot fakultetidan 30 nafar o'quvchi, o'qituvchi 7-oyning 25-kuni tashkillik holda Qashqar Opaldagi Mahmud Kashgari maqbarasida ziyorat faoliyati ilib bordi. 10 ming yo'llar uzun safarni besib, poytaxt Beijingdan kelgan bu ziyoratchilar soat Urumchi vaqti 10:30 da Mahmud Kashgari maqbara bog'chisiga ehtirom bilan kirib keldilar. To'qqizaqnaylik madaniy asori atiqalarni boshqarish o'rnining boshlig'i Varisjon apandi mazkur ziyoratchilar kollektivini qizg'in qarshi oldi va bog'cha qorosidagi 97 pallanpay oldida Mahmud Kashgari maqbarasining umumiy ahvoli haqida ziyoratchilarga tushuncha berdi. Mahmud Kashgari maqbarasi 1983-yili 12-oyda rasmiy Mahmud Kashgarining qabrisiga deganni Abdunur Rayni Xalq Hükümeti ilan qilgan. Shundan buyon bu o'rin Abdunur Rayni darajalik madaniyat yodgorligini qo'g'dash o'rni qilib ishtildi. Orqadan mazkur ziyoratchilar kollektivining yetakchi o'qituvchisi professor doktor Abdurauf Polat Taklamakoni apandi Markaziy Millatlar Universiteti Uyg'ur til adabiyot fakultetiga vakolatan Mahmud Kashgari maqbarasini boshqarish organiga lavha taqdim qildi. Lavhaga 2008 yilning Dunyo Mahmud Kashgari yili bog'liqligini chin yurakdan qutlaymiz deb yozilgan edi. Orqadan ziyoratchilar to'lib toshgan iftixorlik va cheksiz hurmat tuyg'usi bilan buyuk ajdod Mahmud Kashgarining maqbarasini tavob qildi. Assalomu rahmatulloh. Milliy örf odat bo'yicha duo tilovat qildi. Ziyoratchilar tushuntirgichi Dilnur Abdursul xonimning tushuntirishlarini astoydil quloq selib angladi va Mahmud Kashgari va uning qabrigohi nomli kitobni bas-basta setib olishdi. Yezib uning doira deb ot qo'ygan. Xarita etmay doira deb ot qo'ygan. Ammo bu Mahmud Kashgarniki Mogalandan 500 hektar 600 bir yashar to'mashdan ishlashni chiqqan xaritasi bor ekan. Meningga Mahmud Kashgar doira deb ot qo'ygan. Mana bu arab tilida chiqqan, ammo beqindikisi xanzul tadqiq qilgan xanzul bor. Endi Mahmud Kashgar Yaponiyaning Suv şirkatinin tunji bilan xaritaga olgan oldi. Endi bu yerni chiqqan falanpay. Hayotdagi chiqqanlar. Hayotdagining rivoyatini o'rib ketdim. Ziyoratchilar Mahmud Kashgari qabrgohi muzeyiga kirib, u yerda ko'rgazma qilingan qadimiy madaniyat iznolarini zo'r qiziqish bilan ko'rdi va xotirlar yozdi.
Orqadan ziyoratchilar Opal Art teg'iga chiqib, cho'qidagi ravaqda turib, ming yillar mobaynida yashnab kelgan Opal bo'stonligini hayajon bilan tomosha qildi. Opal Art cho'qisidagi ravaq sahnasidan ziyoratchilar yetakchisi Abdurauf Taklamakoni apandi, otaqliq yozuvchi Aqtam Ömer tarafidan maxsus Dünya Mahmud Kashg'ari yili uchun beg'ishlab yozilgan, texi matbuotda e'lon qilinmagan Bag'dod ordisi nomli asarni yuksak intonatsiya bilan o'qib berdi. Mizorliq bog' ichiga joylashgan bo'lib, bu yerda yer yuzi bo'yicha cho'ng rasadxona, matematika, ximiya, fizika tajribaxonasi, jahonga mashhur Bag'dod kutubxonasi, Shahzodalar, Sardorlar tarbiyatxonasi, xonliq madrasasining kecha-kunduz otliq piyoda chorlab turadi. Büyük ajdod Mahmud Kashg'arining haqiqatan ona til savdosi va ona tilining jasoratlik qo'g'dug'chisi ekanligi tasvirlangan bu asar ziyoratchilarning guldiras olqishlari va ullik tahsin oprin aytishlariga muyassar bo'ldi. Ziyoratchilar mazkur qabrgohning boshqarish o'rnidagi mas'ullar, xizmatchilar va shu kundagi ziyoratchilar ommasi bilan ixtiyoriy suhbatlashish va ahvol egallash tekshirishlarda bo'ldi. Yoki bizlarning ma'naviy tabiiy muhitimizni deb o'ylaymiz deb uning oldimiz bor. Bir hurmatsizlik deb qo'yamiz. Dünya meşhur alim tutsa bu. Ziyoratchilar qabrgoh bog'chisidan ayrilish oldida Büyük ajdod Mahmud Kashg'aridan o'rganib, ilm ma'rifat yo'lida jasorat bilan ilgirlash to'yg'isini ifodalash uchun gulzorliq ichida qad ko'tarib turgan Mahmud Kashg'ari haykalining oldida turib, nom-muqom marshini jarangliq sado bilan o'qidi. Segah, penjgah, izhol, ajem, uşaq. Rakçede yat, segah, penjgah, izhol, ajem, uşaq. Bayat nevam, şavrek ila, Uyg'urning muqami jahonda yangrar. Muhammad majlis, muqamdur bayroq, Uyg'urning muqami jahonda yangrab, 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 yangrab. Mars sadosi Opal osmonida uzungacha javlon qildi. Tushdan keyin soat 5larda To'qqizoq noilik partkomning muavin sho'jisi Musojon Ömer apandi kelib, ziyoratchilarni qabul qildi va qabrgoh yanidagi Navro'z buloq bo'yiga dasturxon selib, uzoq musofirlarni besib kelgan bu ziyoratchilar bilan choy suhbati o'tkazdi. Suhbatdan yosh muzikant Muhammad Ali apandi "Duttarni kimning bor seningdek olimi qani? Faxrlan dunyoga Mahmud vatani. Ziyorat qilay deb keldim" qatorliq yuraklarni titirtirgan naqshlarga tarannum qildi. Naqshlar shu qadar yorqin, ziyoratchi o'quvchilar shu qadar hayajonliq, Opal zemini shu qadar iftixorliq edi. Olimdir dünyani insanın dini. Olimdir dünyani insanın dini. Alimler alimlerinin güller kadrini. Yurtimiz alimnin edibnin kani. Faxrlan dünya Mahmud ve dini. Kimning bormishunda olimi qangi. Faxrlan dunyoga Mahmud ve dini. Saat 4:20 atrofida ziyoratchilar Büyük ajdod Mahmud Kashg'ari qabrgohidan ko'zi qiymagan holda ayrildi. Ularning ba'zilarining ko'zlari shodlikdan namlangan, ba'zilarining ko'zlari hayajondan yoshlangan edi. Ziyoratchi o'quvchilar o'xshashla bu jumlani takrorlaydi. 2008-yili Mahmud Kashg'ari yili. Biz bu 25-iyulni mangu unutmaymiz. Abadil abad Mahmud Kashg'ari buvimizning izidan mangamiz. Ziyoret qilg'ini keldim.
benim tamgam makanını ziyaret kılgılı geldim. Anam hasretini baktan adamın tüyetilen bakayım, adamın tüyetilen bakayım. Kadırdan kıybli daimni ziyaret